Xitoy Sharqi Turkistonda Wuhan virusiga qarshi turish bahonasida necha oydan buyon kishilarni uylariga qamab qo'ydi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, virus yuqumi avj elayotgan bir paytda Xitoy soqchilari o'rta yoshli bir Uyg'ur ayolni tutib turish o'rniga olib borgan va uni boshqa o'nlagan ayollar joylashgan kamerga qamab qo'ygan. Qamoqdagi bu ayolning deyishicha, u kamerda turgan vaqtda badanni ojizlashtiradigan, ko'ngil aynatadigan bir xil dori ichishga majbur bo'lgan. Qarovullar dorini yutayotganga qadar ularni kuzatib turgan. Bu ayolning aytishicha, turma qaravullari haftada bir ayollarga o't o'chirguchilarga o'xshash dezinfeksiya dorisi ishlatgan va bu jarayonda ularning yuzini yuvib turishini talab qilgan. Birlashma agentligining aytishicha, bu ahvol hukumat hujjatlari, ijtimoiy taratqulardagi yozmalar va Sharqi Turkistondagi karantin qilingan 3 kishi bilan elib berilgan suhbatdan keyin oshkorlangan. Xabarda aytilishicha, Xitoy tibobiti dorilarning Wuhan virusiga qarshi turish unumi to'g'risida sonliq ma'lumot kamchil, isbotlangan kliniklik tadqiqot yo'q ahvolda doirali kishilarga noma'lum Xitoy tibobiti dorisini ichishga majburlagan. Egilanishicha, bu xil aralashma dorida zaharlik va rak paydo qiluvchi moddalar bo'lganligi uchun Amerika va boshqa joylarda cheklangan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 30 avgust yakshanba kuni Parijda ziyoratda bo'lganda Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari va Hong Kongda yo'lga qo'yilgan atalmish davlat bexatarlik qonunini oqladi. Yevropa davlatlarining bu ikki masala haqida andishlarini inkor qildi hamda Yevropa davlatlarini Xitoyning ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Wang Yi Sharqi Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazlariga qamalgan Uyg'urlarning qo'yib berilganligini va ularning xizmat topganligini aytdi. Taratqularning xabarlarida bo'lsa, o'tgan bir necha oyda chet eldagi Uyg'urlar va kishilik huquq tashkilotlarining izchil Sharqi Turkistondagi oilasi bilan aloqalasha olmaganligini, ularning hali ham yig'ilish lagerlariga qamalganligidan gumon qiladiganligini bildirganligini ta'kidladi. Wang Yi bu ikki masalaning Xitoyning ichki ishlari bilan munosabatli ekanligini bayon qilib, chet el hukumatlarining aralashmasligi kerakligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Macron oldingi juma kuni Wang Yi bilan ko'rishganda Hong Kong vaziyati, Uyg'urlar va Xitoydagi kishilik huquq vaziyatidan qattiq andisha qilganligini o'ttirib qo'ydi. U Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'llash va'dasiga hurmat qilishga chaqirdi. Xitoy Tayvanda rasmiy ziyorati bo'lgan Chiq Kengash palatasining raisi Milos Feslerning ig'ir badal to'laydiganligini aytdi. Xitoy bosh elchisini chaqirtgan Praga hukumati haddidan oshgan bu bayonotni tushuntirishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yidan naql qilingan bayonotda Xitoy hukumati va xalq bu ahvolga qarab turmaydi. Uning tarko'z qarashi va siyosiy fursatparastligi uchun uningga ig'ir badal to'lagizildi deyildi. Lekin Germaniyada ziyoratda bo'layotgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi badalning qanday to'lagizilganligi to'g'risida tafsiliy ma'lumot bermadi. Chiq Tashqi ishlar ministri Thomas Peterkek garchi Whistlerning ziyoratini qo'llamasimi, ammo Wang Yining so'zini haddidan oshganlik deb atadi. Peterkek o'zlarining Xitoyning Pragada turishliq bosh elchisini chaqirib, ahvolni tushuntirishni talab qilganligini aytdi. U ministr Wang Yining bayonotini chekidan oshganlik, bunday ig'ir bayonlar ishga egilik huquqliq davlatning munosabatiga mos kelmaydi dedi. Peterkek yana diplomatiyada o'rni yo'q hissiyotni aralashtirmay hamkorlikka chaqirdi. Hindiston Xitoyni Daliq rayonidagi ig'vogarchilik harbiy harakatlari sababli aybladi. Hindiston davlat mudofaa ministrligining bayonotida Xitoy armiyasining shanba kuni kechda hozirgi holatni o'zgartirish uchun ig'vogar harbiy harakat qo'llanganligi va rayondagi harbiy va diplomatik aloqasida hosil qilingan o'rtaq tonishga xiloflik qilganligi ko'rsatildi. Xitoyning Pankong ko'lining janubiy qirg'og'idagi harbiy faoliyatiga qarshi Hindiston askarlarining tadbir qo'llanib, maydonini kuchaytirib, Xitoyning hozirgi ahvolini bir taraflama o'zgartirish niyatining oldini olganligi o'tirg'i qo'yildi. Bu yil maydan boshlab Xitoy va Hindiston armiyasi Himolaya tog'ining g'arbidagi Daliq rayonida ko'p qatim to'qnashib qoldi. Jiddiy terkishish bugunga qadar davomlashdi. Her ikki taraf qarshi tarafni amaliy kontrol siziqidan halqib ketdi deb aybladi. 6 oyning 15 kuni Xitoy va Hindiston askarlari Kalvan vodisida qonliq to'qinish yuz berdi. Hindiston taraf 20 Hindiston askarining o'ldirilganligini o'tirg'i qo'ydi.
Xitoy hozirgacha qancha kishining o'lganligini oshkorlamadi. Arab Birleşme Xalifeligining tashqi ishlar ministri Gargash Abu Zabi aerodromida Tel Avivdan bevosita Abu Zabiga kelgan Isroiliya va Amerika amaldorlarini qarshi oldi. Amerikaning Arab Birleşme Xalifeligi elchixonasining Twitter hisobida ham bahrilangan suratda Gargash aerodromida Isroiliya davlat bexatarlik maslahatchisi Meir bin Shabbot, Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien, Amerika prezidenti Donald Trumpning kuyug'li va maslahatchisi Jared Kushner va vakillar o'migidagi boshqa kishilar bilan ko'rishganligi ko'rsatilgan. İsrailiya aviatsiya şirketining bu yo'lovchilar aeroplani vakillar o'migini elib Isroiliya bilan Arab Birleşme Xalifeligi o'rtasidagi normallashtirish kelishimini kengashish uchun Tel Avivdan uchgandan keyin Saudiya Arabiston havo boshlig'idan foydalanib Abu Zabiga yetib kelgan.